Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun sizlar bilan Kitob tumanida Salomatlik akademiyasida tashkil etilgan bakteriologiya laboratoriyasi faoliyati haqida qisqacha ma'lumot beramiz. Mazkur laboratoriyada yuqumli kasallik qo'zg'atuvchilarini erta aniqlash va uni to'g'ri diagnostika qilish imkoniyatlari mavjud. Ko'plab infeksion kasalliklar bakteriyalar sabab yuzaga keladi. Noto'g'ri va kechikkan tashxis ularni og'ir asoratlar bilan kechishiga sabab bo'ladi. Bakteriologiya laboratoriya ushbu muammolarni ijobiy hal qilishda muhim ahamiyatni kasb etadi. Bizning laboratoriyada yuqori nafas yo'llari infeksiyalari, oshqozon ichak yo'llari infeksiyalari, teri tanosil va yumshoq to'qimalardagi infeksiyalar, siydik yo'llari infeksiyalari, urologik va ginekologik infeksiyalar aniqlanadi va to'g'ri tashxislanadi. Bundan tashqari laboratoriyamizga antibiotiklarga sezuvchanlik testlarini tekshirish imkoniyatlari mavjud. Siz infeksion kasalliklardan aziyat chekmoqdamisiz? Unda Kitob tumani Salomatlik akademiyasi ko'p tarmoqli diagnostika va davolash markazi qoshida tashkil etilgan bakteriologiya laboratoriya xizmatlarimizdan foydalaning.